Endi o'sha farqlar haqida gapirayotgandik. O'sha global intellekt degan bilim, global fuqaro degan inson bo'lishi mumkinligini men eshitdim. What is this? Ya'ni nima degani? Ya'ni global citizen degan narsa bor. Bu global fuqaro degani bu jahon miqyosida fikrlay oladigan. Ya'ni inson birinchi men o'zimga nima foydam tegadi deydi. Keyin oilamga nima foydam tegadi deydi. Keyin mahallamga nima foydam tegadi deydi. Shahrimga nima foydam tegadi deydi. Davlatimga nima foydam tegadi. Amga nima foydam tegadi. Butun dunyoga nima foydam tegadi. Ya'ni global fuqaro degani butun dunyo haqida o'ylaydigan va butun dunyoga moslasha oladigan va butun dunyo unga ochiq bo'lgan inson. Ya'ni ustoz, global fuqarolar butun dunyo ularga ochiq. Ya'ni yopiq eshik yo'q. Istalgan joyga, ya'ni pasportda vazni bor. Va maqsadlardan biri har bir shogirdim, jamoadoshim, har bir rezident global fuqaro bo'lishini xohlayman.